Assalomu alaykum hammaga. Bugungi manzilimiz Istanbul City. Hop. Bizga faqat oddiy karniz patolosh uchun qo'yilgan. Hop, karnizdan tayyorlab qo'yganmiz mashxonalarga. Uncha qiyin emas, xudo xolisi tez bitaveramiz. Kufnya, bu yerda mana karnizdan tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerda shogird ishlayapti. Xudo xolisi bitaveramiz shu yerda. Karniz qo'yib qo'ydik chiroyli qilib. Karnizni mana zigzag qo'ysa yaxshi. O'zi farqi yo'q aslida. Zigzag qo'ysa ana prochinoq bo'ladi. Lekin farqi ham yo'q. Bir qator uradimi, ikki qator uradimi farqi yo'q. Yaqinroq ursa, oldidan qo'ysa ham bo'ladi. Lekin обязательно samorezni old tarafdan urish kerak iloji boricha. Ko'pchilik liniyadan urib qo'yadi. O'ziga qilaman degan insonlar.